Amerikada o'zbek qizini 808-kuni. Bugun sizlarga bir kunim qanaqa o'tganini ko'rsataman. Soat 6da budilnigim chaladi va men uyg'onaman. Yuz-qo'llarimni yuvaman-da, keyin ertalabki namozimni o'qiyman. Namozdan keyin uxlab qoldim, keyin soat 11da turdim, keyin yana yuz-qo'llarimni yuvishga bordim. Bu yerda esa mushugim videoga tushishga harakat qilyapti. Keyin ikkalamiz balkonga chiqib birpas havoda turdik. Keyin uylarni yig'ishtirishni boshladim. Keyin choy tayyorladim-da, birato'la choy ichdim. Bu choy va obed birga. Keyin idish-tovoqlarni yuvib oshxonalarni yig'ishtirdim-da, keyin velosiped uchishga ko'chaga chiqdim. Qaytib kelganimda esa peshin vaqti kiruvdi, namozimni o'qidim-da, srazu uylarni pilisos qilishga tushdim. Oshxonadagi gilamni esa olib pilisos qilish kerak, shuning uchun uni qoqdim-da, telarini pilisos qilib, qaytarib yana gilamni joyiga solib qo'ydim. Soatcha atrofida pilisos qildim. Videoni hammasini qo'ymayman, chunki video cho'zilib ketadi. Keyin qolgan mayda ishlarni qildim-da, hammamiz o'tirib uydagilar bilan ovqatlandik. Bu yerda esa men sizlarga chizgan rasmimni ko'rsatyapman. Shu bilan keyin karis tili o'rganyapman. Onlayn bilasizlar, o'shani qilishni boshladim, narsalarni yodladim, to'ldirdim. Keyin adam bilan bankdan pul yechishga ketdik. Qaytib kelgandan keyin tez kiyindik, chunki magazinga borishimiz kerak edi. Keyin esa chiqib ketdik. Birinchi borgan magazinimiz bu Walmart bo'ldi. O'zi bu yoqqa Mustafa bilan Samiraga kiyim ko'rishga boruvdik, lekin yaxshi kiyim topolmaganimizdan keyin o'zimizga kerakli uyga narsalar oldik. Undan keyin Costco magaziniga bordik. O'tdan ham bir ikkita narsalar olishimiz kerak edi. Va shunaqa Eshentiyda chiroyli qilib iPhone 17 Pro Max'larni sotishayotgan ekan. Naryoda Mustafoga kiyim topolmadik, bo'tdan topdik, keyin mashodan oldik. Shu bilan tez uyga ketdik, chunki shom payti botdi. Uyga kelishim bilan shom namozini o'qidim va oshxonani yig'ishtirib, idishlarni yuvishni ham boshladim. Mayda ishda yuvayotgan paytimda esa ukam bilan singlim shokoladli pirojniy qilishdi. Idish yuvadigan mashina uyimizda bo'lishiga qaramasdan, biz hali bir marta ham shuni ishlatib ko'rmaganmiz. Soat 8:30 dan oshuvdi, keyin singlim ikkalamiz velosiped uchishga ko'chaga chiqdik. Uyga kelgandan keyin yuzimni xotlarini qildim, yuzlarimni yuvdim. Agar siz ham makiyajsiz yuzingiz shunaqa bo'lishini xohlasangiz, mana shu anvani ishlatishingizni tavsiya qilaman. Bu bilan namozlarimizni o'qib, hammamiz uxlashga yotdik.